Qaysi xotin eridan beruxsat ostona haklab ko'chaga chiqsa, qaytib kelgunchalik muddat Allohning farishtalari bu xotinga la'nat o'qiydi degan. Bu bilan hazillashib bo'lmaydi. Ulamo qattiq olgan aytadi. Qaysi xotin eridan beruxsat ko'chaga chiqqanida mabodo ajali yetib o'lsa to'ng'iz o'libdi degan. Shuning uchun jon azizlar, jon birodarlar, qizlarni katta qilyapmiz. Eridan ruxsat so'rab chiqishni o'rgataylik ekan. Yana ikkinchisi payg'ambarimizdan bu ham vorid bo'lgan eridan beruxsat birovga bir narsa bermasligi. Hatto gado ovqat so'rab kelsa ham degan joyi bor. Gado ovqat so'rab kelsa ayol kishini berishga haqqi yo'q ekan. Bersachi, sadaqa qilsachi, savobi eriga yozilar ekan. Xotinini o'g'irladi deb yozilar ekan.